Olmazor tumani Oxunboboyevdagi 3-obyektimiz ham tayyor bo'ldi. Qolganlari sotib bo'lingan edi, egalariga topshirilgan edi. Bu uyimizni 2 sutu nari berisda maydonga tushgan. Uyimizni qaranglar, mashina qo'yish uchun bemalol joyimiz bor. Yozgi oshxonamiz bor. Mo'yka, qozon, varishniy panel turadigan joylari. Bu yerda tashqarida bitta umumiy sanuzelimiz ham bor. Ko'rsating. Mabodo mehmonlar kelib qolsa. Xo'p, kichkina bo'lsa ham ikkita yashil hududimiz bor ekan. Qo'limizni ham ko'rib turibsizlar, bemalol. Endi uyimizning ichkaridan obzorini ko'rsatamiz. Qani keling. Uyimizga kirib kelishimiz bilan qaranglar, oppoqqina, bo'ylari baland, bitta mamutda hol bor. O'tirib bemalol choy ichib o'tirsanglar ham bo'ladi. Televizor iladigan joylari bor. Shkaflarimiz zo'ra. Xo'p, kiyim ilib qo'yish uchun qisqa bo'lsa ham, kichkina bo'lsa ham joylarimiz bor. Chap tarafdan boshlaymiz. Oshxonamizda mebellari tayyor bo'lgan. Agar buni uy baraka nomidan sotib oladigan bo'lsanglar, xohlasanglar sizlarga xolodilnik bilan kir mashina hadya qilamiz. Xohlasanglar bitta iPhone va'da qilamiz. Yengisidan yaqiningizga jo'natib qo'yaveringlar yoki dalolat qilib qo'yinglar. Sizlarga bitta iPhone va'da qilamiz. 2,5 ga 3,5 taxminan birinchi etajdagi umumiy sanuzelimiz. Shundan hisob kitobini olsanglar bo'ladi. Uylarimiz bemalol qurilgan. Bu kattalar uchun xohlasanglar bitta yotoqxona zinadan chiqib tushmaymiz deysa kattalar, yosh katta odamlar uchun, ota-onalar uchun zo'r taklif bunisi. Bu mehmonlar kutib olish uchun mehmonxona taxminan qadamlab, chamalab sanaganimda 6,5-7 metr atrofida chiqdi. Bunaqasi 5-6 atrofida chiqdi. Endi men qadamlab sanaganimda aniq metrni bilmayman, lekin chiroyli qilishgan, patologlarni ham ko'rsating, pardalar qilingan. Hammasiga mana shkaflar. Yomon emas, yashasa bo'ladi deydi, o'shanga o'xshab. Xo'p, podvalimiz bor. Podvalimizni ham tushuntirib beramiz. Ketdik. Qaranglar, mana podvalimiz ham bitta katta maydon qilib qo'yilgan, bo'linmagan. Xohlasa bu tarafni ham addeni bo'lib olsanglar bo'ladi. Bu tarafni addeni qilsanglar, bu tarafdan havo aylan. 3 ga bo'lsak bo'ladi podvalimizni bemalol. Endi ikkinchi etajni ko'rsatamiz. Ketdik. Bu ikkinchi etajimizda qarang, kayfiyatim ko'tarilib ketyapti borib. Uyga ko'rganimda oqqonligini, mana qaddi balandligini chap tarafdan boshlaymiz. Xohlasanglar bitta o'zingizga kichkina ofisni qilib olsanglar bo'ladi. Yo'kida qizlarimiz uchun yotoqxonamiz pardalari shunga moslashtirilgan ekan. Xo'p, bunisi sanuzel ichida o'zingiz uchun zo'r taklif. Mana ichkarida dushlari qilingan sanuzelimiz. Yotoqxona bu, kattalar uchun yotoqxona bunisi. Xo'p, bu tarafimizda umumiy sanuzelimiz. Bu tarafimizda yana bitta yotoqxonamiz. Bolalar uchun xohlasanglar, ikkita bolalar uchun yotoqxona qilsanglar, bu sanuzel umumiy foydalanish bo'ladi. Yana bitta katta mehmonxonamizda, mana buni qaranglar. 5,5 metrga taxminan 6,5 metr chiqyapti. Bemalol stol qo'yib, divan kreslo qo'yib o'tirsanglar bo'ladi. Pardalar qilingan, orqa tarafga havo aylanish, yorug'lik tushish uchun romlar qo'yilgan. Bitta o'zingizlar agar yoqqan bo'lsa, shunaqa uy nasib qilishni xohlayotgan bo'lsanglar, yaxshi niyat qilgan bo'lsanglar, bitta bosib qo'yasizlar, like. Xo'p, narxiga keladi-yu, to'g'rimi? Oxirida qiziq joyi 222 ming narxini so'rashyapti. Start kelishtirib beradigan joyi bor. Yaqinlarga dalolat qilib qo'yinglar, jo'natib qo'yinglar tanishinglarga. Xudo xolasa, narxini ham kelishtirib beramiz. Chiroyli narxlarda. Yaqininglarga jo'natib qo'yinglar, yangi iPhone va'da qilamiz. Sog'-omon bo'lasiz. Telegram, YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yaveringlar. Bunaqa to'liq obzorlarini shu kanallarimizda ko'raverasizlar. Rahmat.